Adliyaga intervyuga chaqiriladi. Sog'lom oila bormi? Yo'q, sog'lom oila. Qanaqa qilib bo'lsin? Keling shu urush davridan beri oladigan bo'lsak, qancha jarohatli insonlar bor. Urush davri erkaklar ketgan paytda hamma narsa ayollarni o'zini bo'yniga qolib ketganda va biz ham ayol ham erkak bo'lishimizga to'g'ri kelgan. O'zi ham bu ayollik, erkaklik animanimiz bizada bor, встроенный. Bugunga kelib nima deyishni boshladilar? Ayol kishi bunday bo'lish kerak, ayol kishida erkaklik energiyasi ko'p bo'lsa, demak u ayol emas, butunlay boshqa konsepsiyaga olib keldilar. Xo'p, o'sha davrni biza bolalari, nabiralarida qancha ustanovkalar, introyeksiyalar bor. Umuman haqiqatga yaqin bo'lmagan. Hozirgacha mana bola yig'lasa, jim o'tir, jim. Uyat bo'ladi deymiz. Yig'lasin, unga og'ridiki, ichidagisini chiqaryapti. O'sha jarohatiga ham bola ishonmaydi, hatto tanasi og'rib turibdi. Yo'q, u tanasiga ishonmasligi kerak, chunki uni mana bu yerda otasi ko'zini luq qilib qarab o'tiribdi. Sen soldatsan, yig'lama. Sen o'zi men o'g'lim emassan deydi, qanday qilib bunda jarohat qolmasin? Qoladi jarohat bo'ladi, hammada bor. Sen bo'l, ota-onang urushini ko'rdim, bola bo'li jarohat bu ham. Ota-onani mabodo Xudo ko'rsatmasin birga jinsiy aloqa vaqtida ko'rib qoldimi yoki eshitib qoldimi, hali bolani psixikasi tayyor emas, u ham jarohat. Shunaqa holat bo'lgan, qarang, yosh qizchani dadasi tashqariga chiqarib qo'yadi-da, hovli bo'lgan bo'lsa kerak. Shu yerda o'ynab tur deyapti. U qandaydir spalnisi ko'rinib turar ekan derazasidan, hatto u kichkina qizcha, уже katta ayol bo'lgan. Dadangni qachondan yomon ko'rishni boshlading? Dadam onamni qiynaganda. Qachon qiynagandi onang, nima kartina? Keyin ana shu kartinani eslayapti-da. Yoshligimda dadam meni tashqariga chiqarib qo'ydi-da, o'yinchoqlaring bilan o'ynab tur mana shu yerda deb. O'zi esa onamni qiynadi deydi. Ular jinsiy aloqa bilan shug'ullanib o'tirgan bo'lgan, uni ko'zi tushib qolgan. Derazadan ko'zi tushgan. Kim u bolaga tushuntiradi? Yo'q, aslida onang u yerda lazzatlanayotgan edi deb-da. Uni psixikasi shunday bo'ldi, u ko'zi ko'rdi. Ko'z ko'rdi, miyaga qanaqa yetkazdi? Qanaqa kartinkani ko'rdi, qanaqa miyaga informatsiya bordi yosh bolani. Bo'ldi, shundan keyin o'sha momentda otasiga nafrat boshlangan. Va hamma erkaklar ayollarni qiynaydi degan. Erkaklardan qo'rquv boshlanadi-da, mana shunaqa paytda erga tegishga qiynaladi. Yoki qo'rqib yashaydi o'sha erkakdan. Umuman ochilmaydi, ichidagisini aytmaydi. Shunchaki qiz bola uyini yig'ishtiradi, ovqatini qilib beradi, hamma kiyimlarini yuvib chiroyli qilib beradi, bo'li как cho'riday bo'ladi. Shu vazifani bajaraveradi.